Salom, boshlab oldim. Miyam ishib ketdi to'g'risi buni bir planlarni qilib, juda ko'pchilik kommentariyada yozdi, yorib yordinglar, lekin kommentariyada-chi oson yo'li qilsam bo'lmaydimi boshqa. Menga oson yo'li kerak emas. Menga byudjetni chiroyli bo'ladigan variant menga qulayroq. Yoqadi shunaqa. Ozgina qiyin bo'lsa ham, ozgina murakkab bo'lsa ham arzon, byudjetni va chiroyli bo'lishi kerak. Qatirlar menga tekinga kelgan. Hozir bir qator qatirib chiqdim. Qiyshayib turadigan patolog qilmoqchiman, ustiga chiqib olmasligi uchun. Ko'pchilik aytdi, kichkina bu balon qo'y. Yaqin 200 taga yaqin makonga joy qilinyapti-da. Bu 200 taga necha yuzta balon olishim kerak, bilmayman. Balon bu arzon variant, tekin yotibdi-yu, lekin uncha topish ham bor, uni ovoragarchilik ko'p. Keyin xunuk ham turadi u. Bir qator ushlatib oldim. Endi tepasidan ham bir qator qatirib olmoqchiman rekani. Qanaqa chiqishini o'zim ham qiziqyapman. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Boshlarni to'sgani eng optimalniy variant Bisakartonda o'yladim o'zimcha. 37 ming so'm ekan, ikkita oldim. Ham tepasiga, ham yonboshiga, mana shu uzunasiga ketish kerak edi. Plashatkamiz 30 metr. 30 metrga nechta ketadi hali bilmadim-ku, lekin paqirimizdan seroq. Rekachalar duolga qatirib chiqdim. Mana Bisakartonni qatirib ko'rdim. Vроде zo'r. Ishlayapti, yaxshi. Hatto buni kelib birov kalasidan urmaydi-yu, to'qlamaydi-yu. Shuncha orqa tomonini to'sib turadi. Endi saldachalarni taxlab oldik. Kecha qo'yib turib, pastga, yonga, tepaga qo'ysak, nasib zo'r bo'ladi. Shuncha lo'rdan kirib bemalol tutsa bo'laveradi. Salomon tomini ham yopyapmiz. Tayyor tepaga. Rekani qatirib oldim. Pastda rekamiz bor. Taqillar mahkam bo'ldi. Shuni qo'yib qo'ysak, akkurat bo'lsa kerak menimcha. Ular hech bir gap bo'lar. Xo'p. 24 ta joyimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Mana 2 kundan keyin ishimiz bitgandan keyin boshqa ishlarimiz ham bor. Shular bitirib bo'lgandan keyin darsh ketamiz, xudo xolasa. Qisa bo'ladi ekan. Arzon, byudjetli variant. 4 ta reyka ketdi, 16 metr, 4000 so'mdan oldim. 2,5 ta Bisakarton ketdi. Bizga ko'proq olib kelib qo'ydim. Tariqa ham kerakda baribir. Sal ozroq qilaman desanglar, 2 ta Bisakarton ham bir dunyo bo'lar ekan. Ichi ham juda go'zal bo'ldi. Bir ko'ring-da. Tak. Pastdan vid. Menimcha normalmi? Chuqurgina. Chem balondan ko'ra yaxshi-da. Somonini olib beradigan bo'lsa, kirib tug'adigan, tug'ib ketaveradi. Juda go'zal. Kiradi, tug'adi, chiqadi. Byudjetli variant. Qo'l qo'yadigan joy. Menimcha zo'r chiqdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta like tayyorlaysizlar. Salomat bo'linglar. Xoldivonbek, Stechka bozordan gapiramiz. O'zimizcha zo'r abzor qilib, o'rdaklarni olib chiqdik. Xo'razm makonlarni. Ana endi bu bozorga kirib olarsiz. Mashina honada qolib ketgan. Bir 100 qadam, 150 qadam bor. Bozor to'lib bo'lgan. Hayolimda manekka qo'yaman deb o'yladim, bozorga yaqin. İşimiz puxta bo'lmadi, cho'ta. Vaqtliroq chiqish kerak ekan. Soat 5:30. Bozor uzoq gavjum. Jinamiz mana. Bozorning arag'ida. O'rdaklar bosib olganmiz, o'zimizcha. Voy tavba. Endi aql o'tib olish problema bo'lyapti.